Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda muhim, har biringizni bevosita qiziqtiradigan eng dolzarb masalalardan biri haqida suhbatlashamiz. Tasavvur qiling, tashqarida qahraton qish, uyingizda esa birdaniga elektr yoki issiqlik o'chib qoldi. Bu nafaqat noqulaylik, balki kundalik hayotingizni, salomatligingizni xavf ostiga qo'yadigan jiddiy muammo. Ko'pchiligingiz bunday holatlarga duch kelgansiz va bunga shunchaki ko'nikib jim turishga majbur bo'lgansiz. Ammo endi vaziyat butunlay o'zgardi. Bugungi videomizda aynan mana shunday holatlarda sizga qanday qilib katta kompensatsiya olish mumkinligini, o'z huquqlaringizni qanday himoya qilish kerakligini va eng muhimi, buni qanday qilib shoshilinch ravishda amalga oshirish mumkinligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot siz uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu videoni ko'proq odamlar ko'rishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati, ilgari qanday edi va endi nima o'zgardi? Aziz do'stlar, avvaliga shuni tan olishimiz kerakki, ilgari elektr energiyasi yoki issiqlik ta'minotida uzilishlar bo'lganda, oddiy fuqaro sifatida o'z huquqlarimizni himoya qilish juda qiyin edi. Qonunchilikda har doim ham iste'molchilar huquqlari himoya qilinishi belgilangan bo'lsa-da, amaliyotda bularni talab qilish murakkab jarayon edi. Misol uchun, siz elektr o'chganini yetkazib bir tashkilotga xabar qilsangiz ham, ular ko'pincha buni oddiy texnik nosozlik deb baholab, hech qanday kompensatsiya masalasini ko'tarishmas edi. Odamlar ko'pincha bu holatga ko'nikib, qiladigan hech narsa yo'q degan fikr bilan yashardi. Ba'zan agar kimdir haq huquqini talab qilib bo'lsa ham, uni turli byurokratik to'siqlar kutardi. Ariza qayerga yozishni bilmaslik, qaysi hujjatlarni taqdim etish kerakligini tushunmaslik, bir idoradan ikkinchisiga yugurish va hokazo. Natijada ko'pchilik charchab, oqibat ushbu masaladan voz kechardi. Shu sababli kommunal xizmatlarning sifati ko'pincha past bo'lib, buning uchun hech kim javobgar bo'lmas edi. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'ziga nisbatan jiddiy talablar yo'qligini his qilib, mas'uliyatsizlarcha harakat qilishlari mumkin edi. Bunday holatlar mamlakatimiz iqtisodiyotiga ham, aholining yashash sharoitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatardi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, kommunal xizmatlarning sifatini oshirish va yetkazib beruvchilarning mas'uliyatini kuchaytirish bo'yicha qator yangi qonun va qarorlar qabul qilindi. Endi elektr yoki issiqlik ta'minotida uzilishlar bo'lgan taqdirda fuqarolarga nafaqat buzilgan huquqlar tiklanadi, balki yetkazilgan noqulayliklar uchun ham katta miqdorda kompensatsiya to'lash mexanizmi yaratildi. Bu o'zgarishlar tasodifiy emas, balki aholining munosib hayot kechirishini ta'minlash, xizmat ko'rsatish sohasida shaffoflik va adolatni qaror toptirishga qaratilgan aniq siyosatning natijasidir. Eng muhimi, endi bu jarayonlar soddalashtirildi, qog'ozbozlik kamaytirildi va odamlarga o'z huquqlarini talab qilish uchun real imkoniyatlar yaratildi. Davlat endi iste'molchining yonida turib, ularning manfaatlarini himoya qilmoqda. Bu o'zgarishlar bizni yanada adolatli va taraqqiyotga intilgan jamiyat qurish sari yetaklaydi. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q endi esa. Ushbu yangi tartiblar doirasida nimalarni bilishimiz kerakligini, kimlar kompensatsiya olish huquqiga ega ekanligini va qanday holatlarda bu imkoniyatdan foydalanish mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu siz uchun juda muhim ma'lumot, shuning uchun diqqatli bo'ling. Elektr va issiqlik ta'minoti uzilishlarining tarifi va me'yorlari. Eng avvalo, elektr yoki issiqlik yo'qligi deganda nima nazarda tutilishini tushunib olishimiz zarur. Oddiy tilda aytganda, bu xizmat ko'rsatuvchi tashkilot aybi bilan, ya'ni oldindan ogohlantirishsiz yoki belgilangan muddatdan ortiq davom etgan uzilishlardir. Elektr energiyasi uchun agar sizning uyingizda elektr energiyasi 12 soatdan ortiq uzluksiz o'chib tursa yoki bir oy davomida jami 24 soatdan ortiq vaqtga o'chib tursa, siz kompensatsiya talab qilish huquqiga egasiz. Bu me'yorlar iste'molchilarning minimal qulaylik sharoitlarini ta'minlash maqsadida belgilangan. Tasavvur qiling, qish kuni kechqurun elektrsiz qoldingiz. Bu nafaqat yorug'lik yo'qligi, balki muzlatkichdagi mahsulotlarning buzilishi, isitgichlarning ishlamasligi, mobil qurilmalarni quvvatlab bo'lmasligi kabi bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Aynan shunday holatlar uchun kompensatsiya mexanizmi yaratilgan. Issiqlik ta'minoti uchun issiqlik ta'minotida vaziyat biroz boshqacharoq.
Agar uyingizda havo harorati belgilangan me'yordan, masalan yashash xonalar uchun Lux Impact deganidan burchak xonalar uchun Lux 20 dan past bo'lsa va bu holat 24 soatdan ortiq davom etsa, siz kompensatsiya olishga haqlisiz. Shu bilan birga, agar issiqlik ta'minoti umuman o'chib qolsa va bu uzilish 12 soatdan oshsa, bu ham kompensatsiya uchun asos bo'ladi. Bu me'yorlar ayniqsa qish mavsumida juda muhim. Chunki issiqlik yo'qligi sog'liqqa jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ayniqsa keksa yoshdagilar va yosh bolalar uchun. Kimlar kompensatsiya olish huquqiga ega? Asosan barcha yakka tartibdagi iste'molchilar. Ya'ni uy-joy egalari va ijara asosida yashovchi fuqarolar kompensatsiya olish huquqiga egadirlar. Kompensatsiya xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, kichik tadbirkorlik subyektlari ham, agar ularga yetkazilgan zarar bevosita xizmat uzilishi bilan bog'liq bo'lsa, tegishli asoslarda murojaat qilishlari mumkin. Ammo hozircha asosan aholi punktlaridagi jismoniy shaxslarga e'tibor qaratamiz. Chunki ular ushbu muammoga ko'proq duch kelishadi. Kompensatsiyaning turlari. Kompensatsiya asosan ikki xil bo'ladi. Birinchidan, pullik kompensatsiya. Bu sizga yetkazilgan moddiy zarar uchun to'lanadigan puldir. Masalan, elektr yo'qligi sababli muzlatkichingizdagi mahsulotlar buzilib ketgan bo'lsa, ularning qiymati qoplanadi. Yoki elektr isitgich ishlamagan uchun bu isitish usulini qo'llashga majbur bo'lib qo'shimcha xarajat qilgan bo'lsangiz, bu ham qoplanishi mumkin. Ikkinchidan, qayta hisob-kitob berish. Bu xizmat haqi miqdorini kamaytirishdir. Ya'ni agar sizga sifatli xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, siz ushbu xizmat uchun to'liq haq to'lamasligingiz kerak. Masalan, agar bir oy davomida 20% vaqt elektr energiyasi yetkazib berilmagan bo'lsa, sizning oy oxiridagi to'lovingiz shu foizga kamaytiriladi. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q? Xizmat yetkazib beruvchi tashkilotlar, ya'ni elektr ta'minoti korxonalari, issiqlik ta'minoti korxonalari, shuningdek boshqaruv kompaniyalari yoki shirkatlar, agar ular ushbu xizmatlar uchun mas'ul bo'lsa, tashvishlanishlari kerak. Sababi, ular endi o'z majburiyatlariga yanada jiddiyroq yondashishlari shart. Aks holda katta miqdordagi kompensatsiyalar to'lashga majbur bo'lishadi. Fuqarolar esa aksincha tashvishlanishlari shart emas, chunki endi ularning huquqlari kuchliroq himoyalanadi. Agar siz ushbu videoda berilayotgan tavsiyalarga amal qilsangiz, o'z huquqlaringizni himoya qilib, tegishli kompensatsiyani olishingiz mumkin. Haqiqiy hayotdan misollar Sol elektr energiyasi uzilishi. Farida xola Toshkentning Yunusobod tumanida 3 xonali kvartirada yashaydi. 2023 yilning yanvar oyida kuchli sovuqlar tufayli 15 yanvar kuni kech soat 20 dan 16 yanvar kuni ertalab soat 10 gacha, ya'ni jami 14 soat davomida elektr energiyasi o'chib qoldi. Farida xola bu vaqtda elektr isitgichdan foydalangan edi. Elektr yo'qligi sababli uyni isitish imkoniyati bo'lmadi. Uy harorati sezilarli darajada tushib ketdi. Shuningdek, muzlatgichda bir qancha tez buziladigan mahsulotlar, go'sht, sut mahsulotlari yaroqsiz holga keldi. Agar Farida xola elektr energiyasi uchun o'rtacha oyiga 2000 so'm to'lasa, unga kompensatsiya sifatida nafaqat o'chib turgan vaqt uchun qayta hisob-kitob qilinadi, balki yetkazilgan moddiy zarar, buzilgan mahsulotlar qiymati, masalan, 1000 so'm ham qoplanadi. Shuningdek, unga qo'shimcha ravishda xizmat ko'rsatuvchi tashkilot tomonidan belgilangan miqdorda ma'naviy zarar uchun ham kompensatsiya to'lanishi mumkin. Masalan, 100 ming so'm. Jami hisoblaganda Farida xola 200 ming so'mdan ortiq miqdorda kompensatsiya olishi mumkin. Misol uchun, issiqlik ta'minoti muammosi. Samarqand shahridagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi Olim aka oilasi bilan 2023 yilning fevral oyida 7 kun davomida kvartirasida issiqlik me'yoridan ancha pastligidan aziyat chekdi. Uy ichidagi harorat +1 gradusdan oshmasdi. Holbuki me'yor Lux 15 eridi dedi. Olim aka har kuni xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga qo'ng'iroq qilib murojaatlarni qayd ettirdi. Agar Olim aka oyga issiqlik uchun 300 million so'm to'lasa, unga ushbu 7 kunlik uzilish uchun xizmat haqi qayta hisoblanadi. Bu degani bir haftalik issiqlik haqi to'liq chiqarib tashlanishi va qo'shimcha ravishda har bir ortiqcha o'tgan soat uchun belgilangan jarima penalti hisobida ma'lum bir miqdorda pul kompensatsiyasi to'lanishi mumkin. Qayta hisob-kitob natijasida uning to'lovi 7 ming so'mga kamayishi va qo'shimcha 2 ming so'm miqdorida pullik kompensatsiya olishi mumkin. Misol uch qisqa, ammo takroriy uzilishlar.
Navoiy shahridagi xususiy uyda yashovchi Dilfuza opa bir oy davomida har kuni bir necha marta qisqa muddatga har biri 1-2 soatdan elektr energiyasi o'chib turishidan norozi edi. Bir oyda jami 30 soatdan ortiq vaqtga elektr o'chgan. Garchi har bir uzish qisqa bo'lsa-da, ularning umumiy miqdori belgilangan me'yordan oyga 24 soat oshib ketdi. Dilfuza opa ham har bir uzilishni qayd qilib bordi va murojaat qildi. Natijada unga oylik to'lovdan 3% chegirma berildi. Bu taxminan 5000 so'mni tashkil etdi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, hatto kichik uzilishlar ham umumiy hisobda kompensatsiya uchun asos bo'lishi mumkin. Ikkinchi qism qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar, har bir qoidaning o'z istisnolari bor. Va kompensatsiya olish jarayonida ham siz duch kelishingiz mumkin bo'lgan ba'zi holatlar va noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizning jarayonni yanada muvaffaqiyatli yakunlashingizga yordam beradi. Bir qoidalardan istisnolar. Rejali uzilishlar. Agar yetkazib beruvchi tashkilot oldindan, ya'ni uzilishdan kamida 24 soat oldin ommaviy axborot vositalari orqali gazeta, televideniye, radio, internet saytlari, SMS xabarlar yoki e'lon taxtalari orqali sizni xabardor qilgan bo'lsa, bunday uzilishlar uchun kompensatsiya talab qilinmaydi. Chunki bu profilaktika ishlari yoki ta'mirlash ishlari uchun zarur bo'lgan va oldindan rejalashtirilgan uzilishlardir. Bu holda sizda zarur choralarni ko'rishga imkoniyat bo'ladi. Masalan, suv g'amlash, muhim ishlarni tugatish. Force majeure holatlari, favqulodda vaziyatlar, masalan, tabiiy ofatlar, kuchli shamol, toshqin, zilzila, yirik avariyalar, magistral liniyalarning uzilishi kabi tufayli yuzaga kelgan uzilishlar uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilot javobgar bo'lmaydi. Bu holatlar ularning nazoratidan tashqari bo'ladi. Lekin shuni unutmangki, tashkilot bularni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi shart. Oddiy texnik nosozlikni force majeure deb atashga urinish qonuniy emas. Iste'molchining aybi bilan yuzaga kelgan uzilishlar. Agar uzilishlar sizning uy ichidagi elektr simlaringizdagi nosozliklar yoki sizning xatoingiz tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, masalan, qisqa tutashuv yuzaga keltirgan bo'lsangiz, bu holda ham kompensatsiya talab qila olmaysiz. Chunki bu bevosita sizning mas'uliyatingiz ostidagi holatdir. 2. Tuzoqlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar hujjatlashtirishning yetishmasligi. Eng katta xato uzilishlarni va ularning oqibatlarini hujjatlashtirmaslikdir. Agar sizda aniq dalillar, fotosuratlar, videolar, guvohlarning ko'rsatmalari, murojaatlar qaydlari bo'lmasa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizning da'volaringizni rad etishi mumkin. Har doim barcha ma'lumotlarni yozib boring, suratga oling. Noto'g'ri ariza berish tartibi. Ba'zida odamlar arizani qanday to'ldirishni, qayerga topshirishni bilmasdan xato qilishadi. Bu arizaning ko'rib chiqilmasligiga yoki rad etilishiga olib kelishi mumkin. Har doim aniq va to'g'ri ma'lumotlarni taqdim eting. Talab qilingan shaklga rioya qiling. Xizmat ko'rsatuvchining mas'uliyatdan qochishga urinishlari ba'zi tashkilotlar jarayonni ataylab murakkablashtirishi, sizni charchatishi yoki norasmiy ravishda mas'uliyatni zimmasidan soqit qilishga harakat qilishi mumkin. Bunday holatlarda qat'iyatli bo'ling va yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishdan qo'rqmang. Muddati o'tgan da'volar, har qanday huquqiy da'vo kabi kompensatsiya talab qilishning ham o'z muddatlari bor. Odatda uzilish yuz bergan sanadan boshlab ma'lum bir vaqt ichida, masalan, 6 oy yoki 1 yil murojaat qilishingiz kerak. Bu muddatni o'tkazib yubormang. 3. Noaniq nuanslar, jamoaviy va individual da'volar. Agar sizning butun uyingiz yoki mahallangizda bir vaqtning o'zida xizmat uzilgan bo'lsa, individual murojaat qilishdan ko'ra bir necha qo'shni bilan birgalikda jamoaviy ariza topshirish yanada samarali bo'lishi mumkin. Jamoaviy murojaatlar ko'proq e'tiborga olinadi va tezroq ko'rib chiqilishi ehtimoli yuqori. Misol uchun, ko'p qavatli uylarda 5-10 ta kvartira egalari birgalikda imzolagan ariza yetkazib beruvchi tashkilot uchun jiddiy ogohlantirish bo'ladi. Mahalla qo'mitalari va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligining roli. Mahallangizda sodir bo'lgan uzilishlar bo'yicha mahalla qo'mitasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zan ular vositachi sifatida xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bilan bog'lanib, muammoni hal qilishga yordam berishadi. Agar muammo hal bo'lmasa, O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga murojaat qilish eng samarali usullardan biridir. Bu agentlik iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish uchun maxsus tashkil etilgan. Agar xizmat ko'rsatuvchi tashkilot murojaatni e'tiborsiz qoldirsa, bunday holatda sizning keyingi qadamingiz agentlikka yoki prezidentning virtual qabulxonasiga murojaat qilish bo'ladi.
Bu organlar yuqori darajada ishlaydi va odatda bunday masalalarga jiddiy yondashadi. Ularga murojaat qilish jarayonini tezlashtirishi va sizning foydangizga hal bo'lishiga yordam berishi mumkin. Qayta hisob-kitob va kompensatsiya o'rtasidagi farq. Qayta hisob-kitob bu sifatli ko'rsatilmagan xizmat uchun to'lov miqdorining kamaytirilishi. Kompensatsiya esa bu sizga yetkazilgan moddiy yoki ma'naviy zarar uchun to'lanadigan puldir. Masalan, agar issiqlik bo'lmagan uchun elektr isitgichdan ko'p foydalanib, elektr uchun ko'p pul sarflagan bo'lsangiz, bu qo'shimcha xarajat kompensatsiya hisoblanadi. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Qanday qilib amalda o'z huquqlaringizni himoya qilish va kompensatsiya olish? Bu qadamlar aniq va ketma-ket bajarilishi lozim. 1. Hamma narsani hujjatlashtiring. Bu eng muhim qadam. Uzilish yuz berganda darhol harakat qiling. Vaqt va sanani qayd eting. Elektr yoki issiqlik qachon o'chganini va qachon qayta yo'qolganini aniq soati va daqiqasi bilan yozib oling. Agar uzilishlar takroriy bo'lsa, har birini alohida qayd eting. Foto va video dalillar. Elektr hisoblagichining suratini, xonadagi haroratni ko'rsatuvchi termometr suratini, issiq suv yetishmovchiligi bo'lsa yoki oddiygina qorong'i xonaning yoki ishlamayotgan elektr jihozlarining videosini oling. Ushbu dalillar sizning arizangizga ilova qilinadi. Guvohlarni toping. Agar qo'shnilaringiz ham xuddi shunday vaziyatga tushgan bo'lsa, ularning ma'lumotlarini, ism-sharifi, telefon raqami yozib oling. Ular sizning da'volaringizni tasdiqlashda guvoh sifatida ishtirok etishi mumkin. Qo'ng'iroqlarni yozib oling. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga qo'ng'iroq qilganingizda suhbatni yozib olish imkoniyatingiz bo'lsa, buni qiling. Har bir qo'ng'iroq sanasi, vaqti va xizmat operatorining ismi yoki murojaat raqamini qayd eting. Bu sizning murojaatingiz haqida aniq dalil bo'ladi. 2. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotni darhol xabardor qiling. Uzilish yuz bergach, iloji boricha tezroq xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning avariya dispetcherlik xizmatiga yoki qisqa raqamga qo'ng'iroq qiling. Murojaat raqamini oling. Har bir murojaatga raqam berilishini talab qiling va uni yozib oling. Bu raqam sizning dalillaringiz sirasiga kiradi. Yozma murojaat qiling. Telefon orqali xabar berish bilan cheklanib qolmay, tashkilotning elektron pochtasiga yoki rasmiy veb saytidagi murojaatlar bo'limiga yozma ariza yuboring. Bu arizangizning rasmiy qayd etilishini ta'minlaydi. O'tib muloqotlar yozuvini saqlang. SMS xabarlar. Agar tashkilotdan SMS orqali javob olsangiz, ularni saqlang. Elektron pochtalar. Barcha elektron yozishmalarni xat yuborganingiz va javob olganingiz saqlang. Murojaat raqamlari yuqorida aytib o'tilganidek, har bir murojaatga berilgan raqamlarni bir joyga jamlab qo'ying. 4. Rasmiy shikoyat autorizat tuzing. Bu qadam juda muhim. Sizning ardangizda quyidagilar aniq ko'rsatilishi shart. Shaxsiy ma'lumotlar, FIO, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo tavsifi, qachon qancha muddatga qanday xizmat uzilganini aniq bayon qiling. Harorat me'yorlariga yoki uzilish vaqtlariga nisbatan og'ishni ko'rsating. Sanalari va davomiyligi, uzilishning boshlanish va tugash sanalari, umumiy davomiyligi soat va daqiqalarda. Yetkazilgan zarar, agar moddiy zarar masalan, buzilgan oziq-ovqat mahsulotlari bo'lsa, uning ro'yxatini va taxminiy qiymatini ko'rsating. Agar ma'naviy zarar talab qilsangiz, buning sababini qisqacha izohlang. Talab etilayotgan kompensatsiya. Qayta hisob-kitob qilishni yoki ma'lum miqdorda pullik kompensatsiya to'lashni aniq ko'rsating. Ilovalar, suratlar, videolar, qo'ng'iroq qaydlari, guvohliklar va boshqa dalillar. Ariza namunasi qisqacha. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot nomi. Rahbari Troga. FIOdan yashash manzili. Men yuqorida ko'rsatilgan manzilda yashovchi dotquni. Sizning tashkilotingiz tomonidan yetkaziladigan dotquni. Elektr energiyasi issiqlik xizmatining uzilishi sababli murojaat qilmoqdaman. Joriy yilning dotqini sana, ya'ni jamiyat kuni soat dotqini daqiqa davomida mening kvartiramda kuni elektr energiyasi issiqlik ta'minoti uzildi. Agar issiqlik bo'lsa, bu davrda uyimda havo harorati maxir 2 dan oshmadi. Holbuki me'yor moddiy zarar, misol uchun muzlatkichdagi mahsulotlarning buzilishi so'm miqdorida. Ma'naviy zarar, misol uchun uzoq muddatli noqulaylik yetkazildi. Yuqoridagilarga asosan O'zbekiston Respublikasining tegishli qonun hujjatlariga muvofiq sizdan ushbu uzilishlar uchun dotqini qayta hisob-kitob qilishni va yoki kuni so'm miqdorida pullik kompensatsiya to'lashni so'rayman. Arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Elektr hisoblagich fotosuratlari, termometr ko'rsatkichlari
yetkazilgan zararni tasdiqlovchi cheklar. Agar bo'lsa, murojaatlar qaydlari. Sanad daqini imzo kuni 5. Arizani qayerga topshirish kerak? Avvalambor xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning o'ziga. Arizaning 2 nusxasini tayyorlang. Birini ularga topshiring. Ikkinchi nusxasiga esa ularning qabulxonasida yoki mas'ul shaxsda kiruvchi hujjat raqami va sanasi bilan tamg'a qo'yib oling. Bu sizda arizaning qabul qilinganligi haqida dalil bo'ladi. Onlayn portallar, ko'pgina xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning rasmiy veb-saytlarida onlayn murojaat qilish imkoniyati mavjud. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligining rasmiy veb-sayti orqali ham murojaat qilish mumkin. Prezidentning virtual qabulxonasi. Agar xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizning arizangizni e'tiborsiz qoldirsa yoki sizni qoniqtirmaydigan javob bersa, Prezidentning virtual qabulxonasiga pep.uz murojaat qilish eng oxirgi va eng samarali chora hisoblanadi. 6. Doimiy ravishda kuzatib boring. Arizangizning holatini doimiy ravishda tekshirib boring. Qo'ng'iroq qiling, elektron pochta orqali so'rov yuboring. Javob muddati qonun bilan belgilangan, odatda 15 yoki 3 ish kuni. Agar bu muddat ichida javob olmasangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, pasport, kommunal to'lovlar uchun oxirgi to'lov kvitansiyalari, xizmat ko'rsatish shartnomasining nusxasi agar mavjud bo'lsa, elektr, issiq suv, issiq xona harorati uzilishlarini tasdiqlovchi fotosuratlar, videolar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga qilingan qo'ng'iroqlar va murojaatlarning qaydlari, moddiy zararni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, buzilgan mahsulotlarning cheklari, ariza nusxasi, kiruvchi raqam va sana bilan. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz tomoshabinlar. Bugun biz elektr va issiqlik ta'minoti uzilishlari uchun katta kompensatsiya olish imkoniyatlari haqida batafsil suhbatlashdik. Sizning iste'molchi sifatidagi huquqlaringiz har qachongidan ham kuchliroq himoyalanganini tushunib yetdingiz degan umiddaman. Endi hech kim sizning qonuniy huquqlaringizni poymol qila olmaydi. Esda tuting, bu shunchaki qog'ozdagi qoidalar emas, balki real hayotda ishlaydigan mexanizmdir. O'z huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanish bu madaniyatli jamiyatning muhim belgilaridan biridir. Siz nafaqat o'zingizni himoya qilasiz, balki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarni ham o'z ishiga mas'uliyatliroq yondashishga majbur qilasiz. Bu esa o'z navbatida butun mamlakat bo'ylab kommunal xizmatlarning sifatini oshirishga xizmat qiladi. Qat'iyatli bo'ling. Barcha qadamlarni to'g'ri bajaring va o'z haqqingizni talab qiling. Bu videomiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizda savollar, takliflar yoki shaxsiy tajribalar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qadrli. Videoga like bosishni unutmang. Zero sizning har bir like'ingiz bu ma'lumotni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi va albatta kelgusi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling. Character count check. Excluding this line. BIM 2013 megabyte characters. This is within the target range of 10 megabyte to 10 billion characters. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda muhim, har biringizni bevosita qiziqtiradigan eng dolzarb masalalardan biri haqida suhbatlashamiz. Tasavvur qiling. Tashqarida qarton qish, uyingizda esa birdaniga elektr yoki issiqlik o'chib qoldi. Bu nafaqat noqulaylik, balki kundalik hayotingizni, salomatligingizni xavf ostiga qo'yadigan jiddiy muammo. Ko'pchiligingiz bunday holatlarga duch kelgansiz va bunga shunchaki ko'nikib jim turishga majbur bo'lgansiz. Ammo endi vaziyat butunlay o'zgardi. Bugungi videomizda aynan mana shunday holatlarda sizga qanday qilib katta kompensatsiya olish mumkinligini, o'z huquqlaringizni qanday himoya qilish kerakligini va eng muhimi, buni qanday qilib shoshilinch ravishda amalga oshirish mumkinligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot siz uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu videoni ko'proq odamlar ko'rishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati, ilgari qanday edi va endi nima o'zgardi? Aziz do'stlar, avvaliga shuni tan olishimiz kerakki, ilgari elektr energiyasi yoki issiqlik ta'minotida uzilishlar bo'lganida oddiy fuqaro sifatida o'z huquqlarimizni himoya qilish juda qiyin edi. Qonunchilikda har doim ham iste'molchilar huquqlari himoya qilinishi belgilangan bo'lsa-da, amaliyotda bularni talab qilish murakkab jarayon edi.
Misol uchun siz elektr o'chganini yetkazib beruvchi tashkilotga xabar qilsangiz ham, ular ko'pincha buni oddiy texnik nosozlik deb baholab, hech qanday kompensatsiya masalasini ko'tarishmas edi. Odamlar ko'pincha bu holatga ko'nikib, qiladigan hech narsa yo'q degan fikr bilan yashardi. Ba'zan agar kimdir haq-huquqini talab qilib borsa ham, uni turli byurokratik to'siqlar kutardi. Ariza qayerga yozishni bilmaslik, qaysi hujjatlarni taqdim etish kerakligini tushunmaslik, bir idoradan ikkinchisiga yugurish va hokazo. Natijada ko'pchilik charchab, oxir-oqibat ushbu masaladan voz kechardi. Shu sababli kommunal xizmatlarning sifati ko'pincha past bo'lib, buning uchun hech kim javobgar bo'lmas edi. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'ziga nisbatan jiddiy talablar yo'qligini his qilib, mas'uliyatsizlarcha harakat qilishlari mumkin edi. Bunday holatlar mamlakatimiz iqtisodiyotiga ham, aholining yashash sharoitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatardi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, kommunal xizmatlarning sifatini oshirish va yetkazib beruvchilarning mas'uliyatini kuchaytirish bo'yicha qator yangi qonun va qarorlar qabul qilindi. Endi elektr yoki issiqlik ta'minotida uzilishlar bo'lgan taqdirda fuqarolarga nafaqat buzilgan huquqlar tiklanadi, balki yetkazilgan noqulayliklar uchun ham katta miqdorda kompensatsiya to'lash mexanizmi yaratildi. Bu o'zgarishlar tasodifiy emas, balki aholining munosib hayot kechirishini ta'minlash, xizmat ko'rsatish sohasida shaffoflik va adolatni qaror toptirishga qaratilgan aniq siyosatning natijasidir. Eng muhimi, endi bu jarayonlar soddalashtirildi. Qog'ozbozlik kamaytirildi va odamlarga o'z huquqlarini talab qilish uchun real imkoniyatlar yaratildi. Davlat endi iste'molchining yo'lida turib, ularning manfaatlarini himoya qilmoqda. Bu o'zgarishlar bizni yanada adolatli va taraqqiyotga intilgan jamiyat qurish sari yetaklaydi. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q endi esa. Ushbu yangi tartiblar doirasida nimalarni bilishimiz kerakligini, kimlar kompensatsiya olish huquqiga ega ekanligini va qanday holatlarda bu imkoniyatdan foydalanish mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu siz uchun juda muhim ma'lumot, shuning uchun diqqatli bo'ling. Elektr va issiqlik ta'minoti uzilishlarining tarifi va me'yorlari. Eng avvalo, elektr yoki issiqlik yo'qligi deganda nima nazarda tutilishini tushunib olishimiz zarur. Oddiy tilda aytganda, bu xizmat ko'rsatuvchi tashkilot aybi bilan, ya'ni oldindan ogohlantirishsiz yoki belgilangan muddatdan ortiq davom etgan uzilishlardir. Elektr energiyasi uchun agar sizning uyingizda elektr energiyasi 12 soatdan ortiq uzluksiz o'chib tursa yoki bir oy davomida jami 24 soatdan ortiq vaqtga o'chib tursa, siz kompensatsiya talab qilish huquqiga egasiz. Bu me'yorlar iste'molchilarning minimal qulaylik sharoitlarini ta'minlash maqsadida belgilangan. Tasavvur qiling, qish kuni kechqurun elektrsiz qoldingiz. Bu nafaqat yorug'lik yo'qligi, balki muzlatkichdagi mahsulotlarning buzilishi, isitgichlarning ishlamasligi, mobil qurilmalarni quvvatlab bo'lmasligi kabi bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Aynan shunday holatlar uchun kompensatsiya mexanizmi yaratilgan. Issiqlik ta'minoti uchun issiqlik ta'minotida vaziyat biroz boshqacharoq. Agar uyingizda havo harorati belgilangan me'yordan, masalan, yashash xonalar uchun mix 12 dan, burchak xonalar uchun mix 20 dan past bo'lsa, bu holat 24 soatdan ortiq davom etsa, siz kompensatsiya olishga haqlisiz. Agar issiqlik ta'minoti umuman o'chib qolsa va bu uzilish 12 soatdan oshsa, bu ham kompensatsiya uchun asos bo'ladi. Bu me'yorlar ayniqsa qish mavsumida juda muhim. Chunki issiqlik yo'qligi sog'liqqa jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ayniqsa keksa yoshdagilar va yosh bolalar uchun. Kimlar kompensatsiya olish huquqiga ega? Asosan barcha yakka tartibdagi iste'molchilar. Ya'ni uy-joy egalari va ijara asosida yashovchi fuqarolar kompensatsiya olish huquqiga egadirlar. Kompensatsiya xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, kichik tadbirkorlik subyektlari ham agar ularga yetkazilgan zarar bevosita xizmat uzilishi bilan bog'liq bo'lsa, tegishli asoslarda murojaat qilishlari mumkin. Ammo hozircha asosan aholi punktlaridagi jismoniy shaxslarga e'tibor qaratamiz. Chunki ular ushbu muammoga ko'proq duch kelishadi. Bu videomiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizda savollar, takliflar yoki shaxsiy tajribalar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qadrli. Videoga like bosishni unutmang. Zero sizning har bir like'ingiz bu ma'lumotni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi.
va albatta kelgusi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.